Siz biz baxtsiz odamlar jamiyatida yashayotganimiz haqida yozgandingiz. Bunday xulosaga qanday kelgansiz? Bu meni hayron qoldirmaydi. Agar ko'zingizni ochsangiz, buni o'zingiz ham ko'rasiz. Ko'pchilik o'zini baxtli qilib ko'rsatadi va shu bilan o'zini o'zi aldaydi. Buning sababi, agar siz baxtsiz bo'lsangiz, sizni muvaffaqiyatsiz deb hisoblashadi. Shuning uchun baxtli va hayotdan mamnun inson niqobini taqishga majbur bo'lasiz. Agar shunday qilmasangiz, jamiyatdagi o'rningizni yo'qotasiz. Chunki jamiyat sizni g'alati odam sifatida qabul qila boshlaydi. Agar odamlarga diqqat bilan qarasangiz, bu niqob tagida alam, asabiylashish, g'azab, tushkunlik, uyqusizlik, g'amginlik va fransuzcha aytganda melis, ya'ni noqulaylikni ko'rasiz. Asr boshida buni zamonning noqulayligi deb ataganlar. Freud esa buni madaniyatning noqulayligi deb nomlagan. Menimcha, bu holat munosabatga emas, balki umuman burjua jamiyatiga bog'liq. U odamlarni ishchi otga aylantiradi. Eng muhimi, odamlarni sevish va mustaqil yashash imkoniyatidan mahrum qiladi. Ularni iqtisodiy qurolga aylantiradi. Mana shu narsa odamlarni hozirgi ahvolga olib keldi. Mening fikrimcha, zamonaviy inson baxtli degan fikr ko'pchilik ishonadigan keng tarqalgan sarob. Men hozir aytayotgan gaplar faqat mening nuqtai nazarim emas.